Buni bilarmidingiz? Muzqaymoqni xitoyliklar ixtiro qilgan. Vanil bilan muzqaymoq eng ko'p tarqalgan tur hisoblanadi. Bir kunlik sigir sutidan 34 ming dona muzqaymoq olasiz. Dunyoda muzqaymoqning 700 dan ortiq turi bor. Muzqaymoq tayoqchasini 1905-yil Frank Epperson tomonidan ixtiro qilingan. Muzqaymoqning eng qimmatini yemoqchi bo'lsangiz, Nyu-York restoranlar birida donasi $1000 dan. Ko'pchilik muzqaymoqni kaloriyasi o'ta yuqori deb o'ylaydi, lekin aksincha. Bir dona muzqaymoqda 300 kilokaloriya bor. Bu degani baxt, sifat, garmonini olib keladi.